Bilasizmi, Zokir ismi egalarida boshqalarda kam uchraydigan bir g'alati qobiliyat bor. Ular eng og'ir vaziyatlarda ham o'z ichki xotirjamligini va mantiqiy fikrlashini saqlab qola oladilar. Tarixiy ildizlariga nazar tashlasak, bu ism arab tilidagi zakara fe'lidan olingan bo'lib, zikr qiluvchi, yodga oluvchi va minnatdor degan ma'nolarni anglatadi. Bu shunchaki ism emas, balki ma'naviy uyg'oqlik va xushyorlik timsolidir. Psixologik portretiga ko'ra, zokirlar juda sadoqatli va so'zida turadigan insonlardir. Ularning tahliliy fikrlashi va mas'uliyatni his qilishi ularni professional sohada tengsiz yetakchiga aylantiradi. Biroq ularning o'ziga xos challenji tuyg'ularini ochiq namoyon qilishdagi qiyinchilikdir. Haddan tashqari ehtiyotkorlik ba'zan ularni yaqinlari oldida sovuqqon ko'rsatishi mumkin. Sirli fakt shundaki, Zokir ismli insonlar ko'pincha oila yoki jamoaning yashirin ustuni bo'lishadi. Ular ko'zga tashlanishni xush ko'rishmasa-da, ularsiz butun tizim barqarorligini yo'qotadi. Sizga doimo minnatdorlik va xotirjamlik hamroh bo'lsin. Ushbu videoni o'zi kabi so'zi ham salmoqli bo'lgan Zokir ismli do'stingizga yuboring. Paket shopdan ulgurji xarid qiling.